ko'rsatuvchi Alloh taolo, eshittiruvchi Alloh taolo. Agar banda Allohga mahkam bog'lansa, Allohning aytganini qalbiga jo qilsa, quloqiga quyib olsa, ko'rar ko'zi Alloh bo'lib qoladi, eshitar qulog'i Alloh taoloning buyrug'i bilan eshitadigan bo'lib qoladi. Bu hadis sharifda ham kelgan. Alloh taolo aytadiki, hadisi qudusiyda, bandam menga farz ibodatlari qadar yaqin bo'lmaydi. Eng yaqin payti farz ibodatlari. Bandam farzdan tashqari nafil ibodatlarni ham qilaveradi, yaxshiliklarni qo'shaveradi. Borib shunaqa darajaga yetadiki, ko'rar ko'zi bo'lib qolaman, yurar oyog'i, ushlar qo'li bo'lib qolaman deydi Alloh taolo. Ya'ni Allohga bog'lanish bandaga ko'p narsalarni kashfini ochib boradi.